Sure Taha tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Taha, yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ni sana seni capağı siliş için emas, fakat Allah'tan korkuduğanlara vaz nasihat kılış için nazil kıldık. O zeminni ve keng igiz asmanlarını yaratkan zat terpidin nazil kılıngan. Merhametlik Allah arş üstüde özüge layık revişte karar aldı. Asmanlardaki, zemindeki, ulanın arasındaki ve yer astıdaki şeylerinin hemmesi Allah'nındır. Yani Allah'ın mülküdür, Allah'ın mahlukatıdır, Allah'ın tasarrufi astıdır. Eğer sen aşkarı sözlüsen ya ki yoşurun sözlüsen Allah'ın nazarında okşaştır. Çünkü o sırrını ve onun dumu mahbirek işlerini bilip durdu. Allah'tan başka hiç ma'bud berhak yoktur. Allah'ın güzel isimleri var. Musa'nın kıssasından haberin var mı? Öz vaxtida Musa bir joyda o'tning yo'riqini ko'rdi. U ailasidagilarga turib turinglar, men o'tning yo'riqini ko'rdim, men berib uningdan biror parcha cho'g' ilib kelishim yoki o't bor yerda biror yo'l boshlig'ichini uchratishim mumkin dedi. Musa o'tning yiniga kelganda nido qilindiki, ey Musa, men haqiqatan sening Rabbingdirman. Kashingni sog'in. Sen haqiqatan muqaddas vodiy tuvodisan. Men seni payg'ambarlikka tanladim. Sen vahiyga quloq sog'in. Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdirman. Mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Yalğız bana ibadet qilgin. Meni zikr qilish uchun namoz o'qigin. Qiyomatning bo'lishi muhaqqaqdir. Her odam o'zining amaliga yarasha mukofotlanish uchun uni, ya'ni uning qachon bo'lishini maxfiy tutdim. Qiyomatga ishonmaydigan va nafsi xohishlariga ergashgan odam seni uningdan, ya'ni qiyomatga tayyorlik qilishdan va uni tasdiq qilishdan to'smasin. Undaqda o'zing halok bo'lasan. Chunki oxiratdan g'ofil bo'lish halokatga elib bordi. Ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima u? Musa aytdi: U mening hasam. Uningga tayiniman. Uning bilan qo'ylarimga g'azon qilib beraman. Uningda mening yana boshqa ehtiyojlarim bor. Allah: Ey Musa, uni yerga tashlagin dedi. Musa uni tashlabidi, u nagahan mengayotgan bir yilonga aylandi. Allah aytdi: Uni tutib olgin, qo'rqmagin. Uni dastlabki, ya'ni hosiliq holatinga qaytaramiz. Qo'lingni qo'ltiqning ostiga sog'in, ondan chiqargin. U hech qanday ayib nuqsonsiz holda oq nurliq bo'lib chiqadi. Bu ikkinchi mo'jizadir. Sana cho'ng mo'jizalarimizdan ba'zisini ko'rsatamiz. Fir'avnga bag'in. U haqiqatan haddidan oshdi. Musa aytdi: Rabbim, mening ko'ngil ko'ksimni keng qilgin. Mening ishimni osonlashtirgin. Tilimdan kekashlikni ko'tarib etgin. Ular mening so'zimni tushunsin. Menga oilamdan qarindishim Harunni yordamchi qilib bergin. Uning bilan meni texmi kuchaytgin. Mening ishimga uni shirik qilgin.
Bunun bilen biz sana köp tesbih eytqaymiz. Sana köp zikir eytqaymiz. Sen hakikaten bizni körüp turguçsan. Allah aytdi. Ey Musa, senin sorugan näsillerin sana berildi. Bunundan başka sana yine bir qitim in'am kılgan. Bunundan başka sana yine bir qitim in'am kılgan idik. Öz vaqtida ananın köңligi faqat vahiy arqali bilinadigan narsalarni saldık. Aytdikki, uni yani balını sandık sağın. Andın onu sandık bilen deryaga taşlagın. Derya onu qırgaq taşlısın. Onu mening düşmenim ve onun düşmeni bolgan Fir'aun elip baksın. Mening qoğduşum aslida terbiyelenişin üçün sana men tarafdan bolgan muhabbetini saldım. Öz vaqtida senin hemşiren Fir'aun'un ailesiga berip, sizlarga uni baqadigan bir kishini ko'rsatib qo'yaymi dedi. Biz senin ananı hoş bolsun, qayg'urmusun deb seni onunğa qaytırıp berdik. Sen bir adamni öldürüp qo'yding. Seni biz g'amdan xalos qilish uchun seni turli balolar bilan sinadik. Sen Medyenliklar arasida ko'p yillar turding. Andın ey Musa, taqdir bilan bu yerga kelding. Seni mening muhabbetimga, yani payg'ambar qilib vahiy nozil qilishimga tanladim. Ey Musa, sen ve senin qarindishing Harun mening mo'jizalarimni ilib beringlar. Mening zikrimga susluq qilib qolmanglar. Fir'aunning yiniga beringlar. U haqiqatan haddidan oshdi. Uningga yumshoq so'z qilinglar. U va'zi nasihatni qabul qilishi yoki haddidan oshganlikning oqibatidan qo'rqishi mumkin. Ular Rabbimiz biz haqiqatan onun bizni aldırab jazolashidan yoki texam haddidan eshishidan qo'rqamiz deydi. Allah aytdi. Sizlar qo'rqmanglar. Men haqiqatan sizlar bilan billah. Onun sizlarga bergan javobini anglab turaman. Onun sizlarga qiladiganlarini ko'rib turaman. Sizlar Fir'aunning yeniga berib, biz ikkimiz Rabbimizning elchisi bo'lamiz. İsrail avlodini qo'yib etkin. Biz bilan kessin. Ularni qiynamag'in. Sana biz haqiqatan Rabbingning mo'jizasini elib keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allah'ның azobidan aman qoladi. Bizga shak shubhasiz vahiy qilindiki, Allah'ның payg'ambarlarini inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi denglar. Ular Fir'aunga kelib, Allah Taala tarafidan vahiy qilingan narsalarni yetkizgandan keyin Fir'aun, ey Musa, sizlarning Rabbinglar kim? dedi. Musa aytdi. Rabbimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'zi munosib shakl ato qildi. Andın ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi. Fir'aun aytdi. O'tib ketgan ummatlarning holi qandoq? Ya'ni qandoq bo'lgan? Musa aytdi. Ular to'g'risidagi ma'lumot Rabbimning dargohida lavhil mahfuzda xotirlikdir. Rabbim hem xatolaşmaydı hem unutmaydı. O ziminni sizlarga besat qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ichib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uning bilan nurg'un o'simliklarni o'stirib berdi. Ulardan yenglar ve mal chorvalaringlarni beqinglar. Uningda aql egalari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Sizlarni zimindan xalq etdik. O'lguninglardan keyin sizlarni yana ziminga qaytaramiz. To'piga aylanasizlar. Sizlarni hisob elish uchun yana bir qitim zimindan chiqaramiz. Shak shubhisizki
Onunğa bizning hamma mo'jizalarimizni ko'rsatdik. U inkar qildi va iymon etishdan bosh tortdi. Fir'avn aytdi: "Ey Musa, sehring bilan bizni zaminimiz Misrdan chiqarib etish uchun keldingmi? Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'z ara yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmi, bizmi uningga xiloflik qilmayli." Musa aytdi: "Sizlarga va'da qilingan chaq bayram kuni bo'lib, kishilar chashka vaqtida yig'ilsin." Fir'avn qaytib ketib, Helim Mekirni, ya'ni sehrigarlarni to'pladı. Andın o sehrigarlarni va sehrida ishlanadigan narsalarni ilib va'dalashgan vaqti keldi. Musa ularga aytdi: "Sizlarga voy, Allohga yolg'onni chaplamanglar. Ya'ni sehringlar orqali mo'jizalarimga taqobil turishni da'vo qilmanglar. Allah sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'hton chaplagan odam mag'lub bo'ladi." Ular o'z ishi, ya'ni Musa va Harunning ishi ustida da'talash qilishdi. Qilgan da'talashini yoshirishdi. Ular aytdi: "Bu ikkisi rostli sehrigarlar bo'lib, sehr bilan sizlarni zamininglardan chiqarib o'tmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ladi. Hiylanglarning hammasini jamlanglar. Ya'ni bütün chora tadbirlaringlarni bir nuqtaga yig'ib, bir yoqidan bosh chiqaringlar. Ondan qarg'uvchilarga hayvatli ko'rinish uchun maydonga saf tortib kelinglar. Bugun ustunlik qozongan odam rostli maqsadiga erishidi." Ular aytdi: "Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki arg'amcha asillarimizni biz avval tashlamdik?" Musa: "Undaqda sizlar oldida tashlanglar" dedi. Ular tashlagan edi. Nagahan ularning og'amchilari, asillari ularning sehridan, ya'ni sehrning ta'siridan uningga harakatlanib mengayotgandek tuyuldi. Buningdan Musa o'zida qo'rqinish his qildi. Biz uningga aytdikki, "Qo'rqmagin, sen cho'qim ustunlik qozinasan. Qo'lingdikini tashlagin." U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib etdi. Ularning ko'rsatgani sehrigarlarning hilisidir. Sehrigarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozonolmaydi. Musa asısını tashlab edi. Ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib etdi. Shuning bilan sehrigarlar sajda qilgan holda yiqilib, Harun bilan Musaning Rabbiga iymon etdik deyishdi. Fir'avn aytdi: "Sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki, u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan. Men cho'qim sizlarni qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ngchap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xorma daraxtlariga osaman. Sizlar qaysimizning, ya'ni mening yoki Musaning Rabbining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar." Ular aytdi: "Seni, ya'ni sana ergishishni ixtiyor qilib, bizga kelgan Musaning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni xalq etgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang, shuni hukm qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohlarimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Rabbimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoingdan doimidir. Kimiki gunohkor holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u davzaxga kiradi. Davzaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi.
Kimiki mu'min bolup, yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u Allohning dargohida yuqori darajalarga erishadi. U darajalar doimiy turalg'i bo'lgan jannatlar bo'lib, ularning ostidan o'stanglar iqib turadi. U yerlarda u mangu qoladi. Ayni shu kufrdan va gunohkorlardan pok bo'lgan odamga beriladigan mukofotdir. Ayni shu kufrdan va gunohlardan pok bo'lgan odamga beriladigan mukofotdir. Biz shak shubhisiz Musoga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen asoni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ochib bergin. Fir'avnning oqingdan qo'g'lab yetivilishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qo'rqmagin. Fir'avn lashkarlari bilan ularni qo'g'ladi. Ularni, ya'ni Fir'avn bilan uning lashkarlarini dengizda dahshatlik holat o'rib oldi. Ya'ni ular dengizda g'arq bo'ldi. Fir'avn o'z qavmini ozdirdi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlamadi. Ey İsrail avlodi, sizlarni haqiqatan dushmaninglardan qutqizdik. Munojat uchun va Musoga Tavratni nozil qilish uchun sizlarga Tur Sinoning o'ng tarafini va'da qildik. Sizlarga taranjibim bilan bo'dinini tushirib berdik. Aytdikki, biz rizq qilib bergan pok halol narsalardan yanglar. Bu vaqtda chekdan oshmanglar. Unda qilsanglar sizlarga g'azabim nozil bo'ladi. Kimga mening g'azabim nozil bo'ladi ekan, u cho'qim halok bo'ladi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyat mag'firat qilguvchiman. Ey Musa, aldirab Tur Sinoga qavmingdan ilgari kelishingning sababi nima dedik. Musa aytdi: Ular izimni qo'g'lishib kelyotdi. Rabbim, seni rozi bo'lsin deb bu yerga oldirab keldim. Allah aytdi: Sendin, ya'ni sen ketgandan keyin qavmingni haqiqatan sinidiq. Ularni Samiri azdirdi. Musa qavmiga g'azablangan holda xafa qaytdi. U aytdi: Sizlarga Rabbinglar chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdini untig'idek vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zinglar Rabbinglarning g'azabi tushishni iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlarning menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi? Ular aytdi: Sana bergan va'daga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q. Lekin biz Fir'avn qavmining zinnatlaridan nurg'un elib chiqqan edik. Samirining buyrug'i bo'yicha ularni o'tqa tashladik. Samirimu o'zi elib chiqqan zibu zinnatlarini tashladi. Samiri eritilgan zibu zinnatlardan ular uchun bir mo'zay haykal yasadi. Uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqardi. Ular, ya'ni Samiri va uning tabialari aytdi: Bu sizlarning ilahinglardir va Musaning ilahidir. Musa ilahni bu yerda unutib qilib, uni izlab Tur Sinoga ketdi. U mo'zayning ularning so'ziga javob berolmaydiganligini, ularga foyda ziyon yetkazolmaydiganligini ular uqmamdi. Shek shubhisizki Harun ularga Musa qaytib kelishdan burun: Ey qavmim, sizlar mo'zay bilan qaymoqtirildinglar. Sizlarning Rabbinglar marhamatlik Allohdir. Menga bo'ysuninglar. Mo'zayga cho'qinishni tark etish bilan buyrug'imga itoat qilinglar dedi. Ular Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinaveramiz deydi. Musa aytdi: Ey Harun, ularning ozg'anligini ko'rgan chig'ingda Allah uchun g'azablanishda
Manga ergiştin nimi tosalgı boldu? Mening buyruğumga xiloflik qildingmi? Harun aytdi: Ey qarindishim, mening saqalimni va chechimni tatmag'in. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bo'lib yetibsan, so'zimga diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim. Musa aytdi: Ey Samiri, sen nim bo'lding? Ya'ni mundaq yomon ishni qilishingdan g'arizing nima? Samiri aytdi: Men ular ko'rmaganni ko'rdim. Elçi, yani Cibril'nin izidan bir çangal topunu aldım-da, onu muzayga çaştım. Şunun bilen onundan muzayning ovoziga o'xshash ovoz chiqdi. Shuningdek, buni menga nafsim chiroyli ko'rsatdi. Musa Samiriga aytdi: Sen bag'in, sen ömür vayet ko'rganli kishiga menga yaqinlashmanglar degaysan. Ya'ni sening kishiga yaqinlashmasliging, kişinin sana yakınlaşmaslığı bu dünyada sana verilgen cezadır. Şüphesiz ki ahirette cezalanadigan muayyen bir vaktin var. Allah sana kılgan bu vədisi xilaflık kılmaydı. Sen aman çokunup gelivatkan ilahini qarığın. Biz onu çokum ot köydürümüz. Andın onun külünü denazga çeçip etimiz. Sizlerning ilahinglar bir ilahdır. Onundan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. O her nersini toluq bilgüçüdür. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şuningdek sana o'tgankilarning ba'zi xabarlarini bayon qilamiz. Sana öz tarafimizdan Qur'onni ato qildik. Kimiki Qur'ondan yuz o'riydigan, uningga qiyomat kuni cho'ng gunohdan ig'ir yuk yuklanadi. O günahı üçün verilgen azapını mengü tatıdı. Kıyamet günü ulağı yüklengen bu yük ne mi degen yaman? Bu sur çinildiğin kündür. Bu günde şekli özgergen kök gözlük, kar yüzlük günahkarlarını yığımız. Kıyametinin dehşetini görüp dünyada turgan vakti kıska bilingenlikten ula dünyada fakat 10 günlük tudunla deyişip piçirlişidir. Ulanın deydiğanlarını biz obdan bilimiz. Aynı zamanda ulanın en doğru sözleydiğini sizler fakat bir gün tudunla deydi. Ula senden tağla doğruluk, yani tağının akıbetinin kandak boluduğanlık doğruluk soraydı. Eytkin ki Rabbim ulanı hüküm talkan kılıp andın şamalını evetip onu soruydu. Ulanı tüzlenlikki aylandırdı. O yerlerde ne çonkurlukni ne igizlikni kömeysen. Bu günde kişiler Allah'ın mehşergahqa davet kılgıcısıga ergişidir. Kıngır ketmeydi. Merhametlik Allah'ın uluğluğu ve heybetinden korkup barlıq avazlar besqidir. Piçirlaşqandan başqasını anlamaysan. Bu günde merhametlik Allah izin bergen ve sözüdün Allah razı bolgan adamның şafaatidan başqa hiç qandaq şafaat paydı vermeydi. Allah ulanın oldidikini ve keyindikini bilidi. Ular bolsa onu bilmeydi. Günahkarlar məxluqatni idare qılıp turğuchi mengü hayat Allahqa egilidir. Allahqa şirik keltirgenler şeksiz ziyan tartıdı. Mümin turup yaxşı amellerini qıyğanlar yamanlıqlarının içip ketişinden ve yaxşılıqlarının kemiyip ketişinden korkmaydı. Ulanın taqvadar boluşları üçün yoki ulanı vəzi nəsihətə egi qilish üçün sana Arapça Qur'an'ı nazil qıldık ve onun da türlük agahlandırışlarını bayan qıldık. Allah zati süpti cihette bütün məxluqatın üstündür. Hak padişahdır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana Qur'an'ın vahiysi tamamlanışdan burun oqışqa aldırıp ketmegin.
ya'ni Jibril sana Qur'onni o'qib berayotganda billa o'qishga oldirab ketmay, u tilovatidan forig' bo'lguncha tinglab turg'in. Ey Rabbim, ilmimni ziyoda qilgin degin. Biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik. O'z vaqtida biz farishtalarga, odamga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilishdan bosh tortdi. Biz dedik, ey Odam, bu haqiqatan sening dushmaningdir. Xotiningning dushmanidir. U sizlar ikkinglarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin. U chaqda sizlar jafo mushaqqat qolasizlar. Jannatda sen haqiqatan och qolmaysan va yalang'och qolmaysan. Hamda uningda haqiqatan ustab ketmaysan, isib ketmaysan. Shayton uningga vasvas qilib, ey odam, sana men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi dedi. Ular u daraxtning mevasini yedi. Shuning bilan ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannat daraxtlarining yopirmoqlari bilan satr avrat qilishga kirishdi. Odam Rabbining amriga xiloflik qildi. Shuning bilan u ozdi. Ondan Rabbi uni tanladi. Uning tavbasini qabul qildi va uni hidoyat qildi. Alloh aytdi: sizlar hammanglar jannatdan bir-biringlarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimiki mening hidoyatimga ergashsa, u azmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. Kimiki mening zikrimdan yuz o'riydi ekan, uning hayoti tor, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'piramiz. U: ey Rabbim, nemishqa meni ko'r qo'pirding? Vaholanki dunyodagi chaqda mening ko'zim ko'ratdi-ku, deydi. Allah aytadi: shuningdek sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen ularni tark etding. Sen bugun shuningga o'xshash tark etilsan. Haddidan oshgan va Rabbining oyatlariga iymon etmaganlarga shuningga o'xshash jazo beramiz. Oxiratning azobi texmi qattiqdir, texmi boqiydir. Ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qilganimizni ular uqmamdi. Ular shu ummatlarning makonlaridan minib yurdi. Aql egillari uchun uningda haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Agar Rabbingning azobini ulardan kechiktirishga qilib etgan hukmi va oldin ola belgilab qo'ygan vaqti bo'lmasa edi, u chaqda ularning halok bo'lishi cho'qim edi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Mamnun bo'lishing uchun kun chiqishdan ilgari, kun petishdan burun, kecha vaqtlarda va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarda Rabbingga tasbih aytqin, ya'ni namoz o'qigan va hamd aytgan. Biz kuffarlardan turli jamoani bahriman qilgan dunyoning ne'matlari va zibu-zinnatlariga ko'z solmagan. Buning bilan ularni sinaymiz. Rabbingning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng boqiydir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lgin. Sendan biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq beramiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. Ular, ya'ni mushriklar, Muhammad Rabbi tarafidan bizga biror mo'jiza keltirishchi deydi.
ularga burunqi ummatlarning xabarlarini o'z ichiga olgan Qur'on kelmadimi? Agar biz ularni uningdan, ya'ni Muhammad alayhisalomni avatishdan ilgari halok qilgan bo'lsak, ular cho'qim nemishqi bizga biror payg'ambar avatmiding? Biz xor va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga ergishatdik deydi. Aytqinki, hamma sizlarning va bizning ishlarimizning oqibatini kutmoqda. Sizlarmi kutinglar. Kimlarning to'g'ri yo'l egilari ekanligini va kimlarning hidoyat topganligini uzoq qolmay bilasizlar.